Hammaga assalomu alaykum avto prestij obunachilari. Bugun men sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan avtomobilimiz Dongfeng Fengong Landian E3 avtomobili bo'ladi. Mana shu ko'rib turgan avtomobilingiz. Bu avtomobilimiz Yandexda yuradiganlar uchun juda ham qulay keladigan, ma'qul keladigan avtomobil bo'ladi. Bu avtomobilimiz bitta qarashda trekkerga eslatadigan avtomobil. Xudo xolasa bular avtomobillarimiz bundan soni ko'p. Bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib ko'rsanglar bo'ladi. Juda ham yumshoq avtomobil, razgonlari ham yaxshi bo'ladi. Также ichki salon qismlariga keladigan bo'lsak, salon qismlari ham такой juda необычный ishlangan. O'zini monitori, informatsion tablo, коробка передаcha, o'tani joystikli bo'ladi. Rullari hamda salonlari juda ham keng. Bu avtomobil Yandexda yuradiganlarga juda ham ma'qul keladi deb aytganim sababi bu Yandex elektriga o'tadigan avtomobil. Hamda bu avtomobilimiz hozirgi narxi Honjidan ham arzon. Atiga $18,000 ga bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Naqd avtokredit перечисления. Qanaqa uslub ma'qul bo'lsa, xuddi shu uslubda to'lov qilsanglar bo'ladi do'stlar. Modelimiz juda ham ixcham ishlab chiqarilgan. Chista tok 405 km zapas xodiga ega bo'ladi. Bitta zaryad bilan shu 350-400 km yurish imkonini beradigan avtomobil. Mana oltlaridan ham bitta ko'rsatib o'taman. Takoy chiroyli dizaynda ishlangan. Do'stlar, agar kimga ushbu avtomobil qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Kimdir o'zini ayoliga nima mashina olib berishni bilmayotgan bo'lsa, mana juda ham zo'r hamda unaqa qimmat bo'lmagan avtomobil.